bilib bilmasdan tushunmagan odamlar ochadi-da, keyin sekingina yopib, hech narsa qilmaganman deydi, jo'natib yuboradi. Ko'pchilikda shunaqa savollar tug'ilib qoldi. Oxirgi paytlarda deya sotib oldim, garantiya beruvdinglar, to'g'irlab beringlar, servisi bor edi, boshqa bor edi deydi. Haqiqatan servis sentrimiz bor, lekin servis sentrimiz bor degani, garantiya berdi degani, bilmaydigan ustalar yoki bilmaydigan odamlar o'rnatib, noto'g'ri o'rnatib kuydirib qo'ysa, nimadir muammo bo'lsa, unga garantiya bera olmaymiz. O'shaning uchun iloji boricha mutaxassislarga murojaat qilishingizni so'rab qolamiz. Mana shulardan bittasi kerak bo'lsa plombalari ham buzilib keladi. Nimaga plombasi buziladi? Bilib bilmasdan tushunmagan odamlar ochadi-da, keyin sekingina yopib, hech narsa qilmaganman deydi, jo'natib yuboradi. Mana ko'rishinglar mumkin buni ichini, ahvolini. Oxirigacha ochish shart emas, o'sha ochishga ham xijolatmiz. Mana shunaqa holatlar ham kelib turibdi. Buni endi hech narsa qila olmaymiz. Buni faqat bittasi ichidagi platani silikon olib musorga tashiymiz-da, o'rin-o'rin boshqa qo'yib beramiz.